Oho, qancha odam ishlaydi bu yerda? Qancha odam ishlayapti? Hozirgi kunda 400 ta. Mana bu trexozda. Общий territoriyada 1200 ta. Lekin platani tiplari mana shunaqa ko'rinishda keladi. Mana hali platalar bor-ku, ichiga qo'yilgan. Mana shunaqa rulon sifatida keladi. Buni endi chiqarib bo'lmaydi. Dunyoda 3 ta kompaniya chiqaradi o'zi buni. Majburiy sotib olishingiz kerak buni. Buni buni- Tayvanda, Yaponiyada, Koreyada ishlab chiqariladi. Buni zavodlari 100 million, 100 milliard dollar turadi. Shunaqa. Biz buni sotib olamiz mana shunaqa rulonni. Keyin buni har xillarini Bu o'zingiz boshida ko'rsatgan Fuji. Fuji Next 8, Next 8. NXT 8. Aha. Bu narsa O'zlari inisiativa qilib olingan оборудование. o'zimiz qilamiz deganmiz. Kim оборудование bu? Yaponiya Fuji. Next 3 bu oxirgi modellardan biri. Undan oxirgisini oldik hozir. Panasonic oldik, Panasonic. o'tamiz hozir. Ha, Panasonic oldik. Bu ishlab chiqarishga o'zi qancha endi pul tikilgan? Qatga? Bu yerga. Botga nech pul tushdi? 30. Hech pul tikilgan. Endi Turasan bu payda? Biznes u. shu sex o'ziga 5 million ketdi. 5 million dollar. Оборудование o'ziga. Оборудование o'zi. Оборудование o'ziga. Ya bittasiga edi. Yo'q, Общий. ikkitasi 5 million. Ikkitasi 5 million. Mana оборудование. Ko'pmi оборудование o'tdi? Mashina o'zi. Hada. Bu asosiy yuragi. Ha. Mana haligilar qo'yiladi rulonda. Chiplarda bular hammasi. Hammasi chip mana shu. O'z kerakligini tortib olib ochig'i bor. ko'radi. Oqlandimi puli buni? Mana. Qo'laqlamoqda. Da? Tayyor ab. Bo'ldi. Hozir qo'l nima qilib bo'lmaydi, to'xtab qoladi оборудование. Naryoqdan ko'rganimiz yaxshi. Aha. Qachon fikrga keldi shu mana bu chiplarni bu yerga yig'ish kerak, platalarni? Bu narsa shunaqa hamma narsani topasiz, lekin shu joyga kelganda, ya'ni qo'lingiz kal to'q qoladi, qaysiz vaqtda to'xtatib qo'yadi ular. Postavkani. Bermaydi. Bermaydi. Pulingizga ham sotib olamiz. Eng kerakli keyin majbur bo'ldi